Bo'ldi, aka, kelavering, shodlaniz. Xo'p. Aka, kim bilan gaplashdingiz? Ha, bitta obyekt chiqyapti. Ko'nglim bo'shlik qilib arzon gaplashib qo'yapman-da. Aka, siz ham ko'yingiz bo'shda. Hozir ham keladi, arzon etib qo'yasiz hozir. Bitta bo'lmasa gaplash, 2000 dan kamiga gaplashmagin-da. Aka, menga ishoning, men o'zim gaplashaman. Faqat siz aralashdingiz. Xo'p, kelishdingmi? Xo'p, kelishdik. Ana kelyapti o'zi. Gaplash o'zing. Salom alaykum. Yaxshimisiz? Nima bo'ldi bularga? Kecha tishini oldirganda ishib ketibdi ishlari. Ishlari ko'rdim, menga ma'qul. Kechagi ishni hisob-kitobini qildinglarmi? Ha, hisobladik. Kecha akamga o'tdi. 5000 bo'lar ekan faqat. Aka, siz o'rotdim. Sal qimmat emasmi? Sal kelishtirib bersa bo'ladimi? Yo'q, aka, o'z ko'cha narxi 7000 bor. Sizga kelishtirib 5000 qilib beramiz. Bo'ldi bo'lmasa ishni boshlayveringlar. Bunda ishchi boshidan 2000 dollar avans berasiz, tez aql. Bo'ldi bo'lmasa ustani kartasiga tashlayveraman. Tarosdan 5000 ming gaplashdingmi? Ha, nima qilibdi? Yaxshi, sen zo'rsan. Молодец. Vay!